Torda oltin kumush savdosi qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Tordan kumushning bahosi tuvanlaganda sotib olib, o'skanda sotib foyda olganda qo'limizda haqiqiy kumush bo'lmaydi. Faqat tordagi kumushni sotib olib, sotib orliqadan foyda olinadi. Bu ishning hukmi nima? Yana bir savol. Assalomu alaykum. Men torda qog'oz oltin savdosi qilmoqchi edim, ammo ba'zan taraflarni toza to'g'ri bo'lolmay qolarmi deb sal-pal ikkilanib qoldim. Shunga menga bir yo'l ko'rsatgan bo'lsanglar. Bu bir xil tijorat bo'lib, bank taraf mayli olsak, mayli sotsak, bizdan har grammi uchun 0,8 so'm pul tutadi ekan. Shunga bu qandoq bo'lar? Tafsiloti. Qog'oz oltin savdosida bankdan bir hisob nomeri beramiz. Shu karta hisobi orqali bankning tor mulozimati yoki bevosita banki mulozimat munbiri orqali savdo qilamiz. Bahosi tushganda tuvan chekdan olamiz. Qog'oz oltin savdosida tushishga erishga bo'lmaydi. Faqat o'sishga olamiz. Ham bozorning uzluksiz tavrinishi bilan ma'lum foydaga erishganda malni sotib chiqaramiz. Qog'oz oltin savdosida savdo qilguvchi bevosita oltin bilan uchrashmaydi. Faqat karta hisobidagi mablag'ning sommasi bilan foyda ziyon bo'lganini bilamiz. Qog'oz oltin savdosida banklarning o'xshash bo'lmasligiga qarab, har gramga rasmiyat haqqi uchun 60 tiyindan 1 so'mgacha mulozimat haqqi tutib qoladi. Har qaysi vaqt rayonlari ham rayonlarning farqi bo'lganligi uchun qog'oz oltin savdosida muayyan farqlar bo'lishi mumkin. Yana bir savol. Assalomu alaykum. Diyorimiz Qashqarda kompyuter torda oltin kumush ilm-satim qilish bak avjilib ketdi. Bu ilm-satimning shakli tuvandikicha. Men oltin kumush ilm-satim qilish uchun avval bankaga berib kartadan birini bejiraman. Andan kartamga ilm-satim qilgudek pul qo'yaman. Andan bank to'riga kirib, karta nomerimni kirgizib, ilm-satim munbiriga kirib, oltin kumush tijorat qilaman. Masalan, bozorda oltinning grammi 300 so'm bo'lsa, banka to'ridan grammini 302 so'm atrofida foyda berib sotib olaman. Sotadigan vaqtda oltinning bozor bahosining grammi 302 so'm bo'lsa, banka 300 so'm atrofida sotib oladi ekan. Bu xil baholar kunda necha yuz qatim o'zgarib turadi. Demak, arliqda mablag' solganlar ziyon tortib, har qanday ahvol ostida bank foyda oladi ekan. Bu xil savdo halolmi yoki harommi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Bu xil savdo shar'iy jihatdan cheklanadi. Sababi: birinchidan, bu asli qo'lida yo'q narsani sotishdan iborat. Chunki sotquchining qo'lida oltin yoki kumush yo'q, hisobida qarz yoki omonat pul bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu ga qo'lingda bo'lmagan narsani sotma degan. Ikkinchidan, topshirib berolmaydigan narsani sotishdan iborat. Chunki sotquchi oltin yoki kumush topshirib berolmaydi. Uchinchidan, bu savdoning mohiyatini ko'zda tutsak, amaliyotda bu qarzni qarzga sotishdan iborat. Qarzni qarzga sotishning ko'p xili cheklangan. To'rtinchidan, buni oltin yoki kumush savdosi deb tursaqmi, buningda oltin yoki kumush savdosida shart qilingan bo'yicha shu so'rinda oltin yoki kumushni topshirish bo'lmaydi. Oltin, kumush va qog'oz pullarni bir-biri bilan almashtirishda naqma-naq, qo'lma-qo'l bo'lishi shart. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu bilan Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhu ikkalan dediki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonida tijoratchi edik. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sarrafchilik haqida so'rasak, Rasululloh naq bo'lsa kerak yo'q, agar nisi bo'lib qolsa durust bo'lmaydi dedi. Yuqorqi shakldagi savdolarning hammasi cheklangan savdolar. Siz degan oltin kumush savdosida ashu cheklangan ishlarning hammasi bor ekan. Demak, bu savdo faqatla qarz pulni qarz pulga almashtirib, ko'nglimizda o'zimizni kumush olib sotyapman deb qanoatlantirib, mavhum dunyoda o'zimizni go'llashdan iborat. Xulosa, bu savdo to'g'ri bo'lmaydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 156-numurliq fatvo.